Köp qismliq tor filmi To'yliq mojarosi. 11-qism. Eras. Aloqalarni telefon qilib yordam so'rab boqsam qanday bo'ladi? Hey, agar og'illarim yordam qilsa, to'y ishidan ko'p qiynalmaydim. Ve adaş Turg'un qanday ahvoling yaxshimi? Yaxshi adaş, qanday o'zing ahvolchi? Adaş sen hozir xizmat o'rningdami yoki sirtdimi? Yo'q adaş, hozir ishlamadim. O'zim bir ish qilib ichkari chiqqan, ichkari bo'lib qoldim. Yaqin yaxshiga ko'rishib bilamandik. Og'ayni bolalarni olsam to'y ishini tutish qilsa, men u bir necha kun ichida ichkaridan chiqaman. Shu to'y ishiga tutish qilyotgan adaş. Lekin hey, sen nima desam bular adaş bu ishlarni. Şu iqtisodiy jihatdan qiynalib qolyapman. Şunsini azli yordam qila olamu deb telefon qilishim adaş. Ha, bundaq deyman adaş. Nima desam bular? Men o'zim bir ish qilganimdan qo'limda bor narsani tayin yo'q. Buni ustiga qo'limda bor bo'lgan deb ishlayib ekanman. Xafa bo'lmaysan adaş? Yo'qay, bo'pti adaş. Amsa ishingni qilavergin, keyin ko'rishaylar. Vay. Erkin adaş, qanday ahvoling yaxshimi? Tijoratdan qandayroq? Mening ahvolim uncha yaxshi emas adaş. Hozir ichimda dard azob qaynaydi. Qani gap qilasan ahvoling-chi? Nima bo'ldi adaş sana? Ajab telefon qilib qo'yib qaynab ketding-ku. Senmi to'y qilganda bilib qolsan adaş. Hozir tijorat ahvolim uncha ko'ngildagidek emas. Uning ustiga topgan pulim bir kunlik tamoqqa yetmayotdi. Ahvolim shundoq turib, ayolim degan beg'araz o'ynat qilapamiding, sayohat kapamiding deb peshimni o'choq qilyotdi. O'ynat qilib sayohat kapog'idek nedik pul deysa adaş. Bugun mana bu ishlar tufayli ayolim bilan xili qattiq so'qishib qoldim. Sen o'ylab baqa adaş. Ayol degan erni ancha-muncha qo'llab bermasa, yotqonga qarab sunishni bilmasa, qandoq er-xotin degan bo'lsin. Ayol kishining kallasi qandoq kallaki adaş. Faqat bilanmadim. Biraz o'libdi desam, to'yga borib mashrab o'ynab kelayli deyotgan. Sen qiyinchilikda inravatsan, shirin o'tkazayli deyotgan. Rostini desam to'y qilganga bak pushaymon qildim adaş. Voy adaş, mening derdim jiqmiki desam, sening derding menikidan jiqkan-ku. Bo'ldi, ishni pishirma. Endi sen o yangidan to'y qilding adaş. Ig'ir basiqroq bo'l. Hey, asli sana bir hojat bilan telefon qilgan adaş. Gaplarimni anglab bir qism bo'lib qoldim. Bo'pti. Men sana kechda bir telefon qilay adaş. Ma'qul. Hey, bu jahon nima bo'lib ketdi? Mana er-xotin o'tirsidimi mehr muhabbat, o'zaro tushunish bo'lmasa, buni qandoq bir er-ayollik turmush degili bo'lsin. Hey Qosimka, seni xili mard, jahon ko'rgan idisi uchuq odam deb o'ylaydim. Sening pul uchun men bundoq besim etganligini o'ylabmi boqmabdikanman. Qaraganda pul sen uchun o'zingning qizidanmi muhim ekan. Agar Dilnurni demagan bo'lsam, oldingda buncha xorlanib, sog'irib yurmasdim. Shu topda pul topmoq sen uchun oson bo'lgani bilan, men qanchalik tasqi to'xtayotganligini, pul uchun nima kunlarni ko'rayotganligimni, kimlarga hojatman bo'lib yuzimni sarg'aytib yurayotganligimni bilamdigansan. Amaliyotda o'zingning topgan tagini xili borgo, pulga unchalik hojating tushmaydi-ku. Shundoq turib, meni nemishqa buncha qiyinchilikda qo'ydigansan Qosimka. Dilnur bilan ikkimiz baxtli o'lsak, shuning o'zi kifoya emasmi? Qiladigan ishlarni to'ydan keyin hol ahvolim yaxshilanganini qilsam bo'lmamdiganda. Hey, nemishqa o'zingning qizining gapini olmaydigansan? Pul sen uchun shuncha muhimmi Qosimka?
Vay yürküm. Acep qoqatın o adaş tas qaldı yürküm qapıdan çıkartkile. Belli ağine. Barçahanı sallam sürdüken sen dese. Bu acep tiyal sürüp oturup kıtıpsan adaş bir yerde. Sana oldu ya, öden paranlaşımız. Adaş, ahvalın qandarak? Benim ahvalim. Buldu adaş bu taraftan ıgzaşma. Senin ahvalın çok kandarak. Hani yürükü bağ dep oylasam bir yürük yok mu mikense adaş. Nerede gapni qildi ekansan adaş? Agar sağımı birasi eski tamdan tüydün hoşu qopqanda gap qilsin çok qanday olib ketsan ki? Qani gap qil adaş, nereden kelishim? Nereden kelettim adaş? Etizlikten keldim. Adaş kulağın ahvali kandarak hazır. Yaxshilanib qoldi adaş. Hozir hali harakat qila olmayman. Tunigun berib qayta tandırıp keldim. Asosiyatdan 1-2 kundan keyin tiniqni elib olsammi bo'g'dek. Bunda qilsang bo'lmaydi adaş. Qo'ling to'liq asli gap bo'lguncha ko'p harakat qilma. Voy. Nim bo'ldi adaş? Bayam obdaparastak echilib ketgandan endi ajab suv tushgan chalmidek jimib qolding-ku. Qani gap qilib to'y ishlaring nega vodi? Anlasam to'y xati ap bo'lsa, to'yliq soatlarga tushdi deydi. Mendan yomon chiqibsa jimo sen. Sadi nima ish bo'ldi adaş gap qilsang-chi? Seningcha menga nim bo'lganda qildi adaş. Sen dappaqa. Hozirgidek mana sendek, mendek to'y qilmoqchi bo'lgan o'g'illarga nima eg'i kelyotidi? Nim besin bo'lyotidi? Sana bugun nima bo'ldi Ömer? Ajab tuyuqsiz qaynab ketding adaş. Men qaynamay kim qaynasin adaş? Men qaynamay kim qaynasin? Shu tapda beshimda o't kuyotsa, men qaynayman adaş. Men to'xtamay qaynayman. Hozirgi qizlarda insof qolmabdi adaş, insof qolmabdi. Ularda bizni yaxshi ko'rdigan yurak nima ish qilsin adaş? Ular seningcha sen men bilan to'y qilamda? Hey, qurib ketsin mudaq mehr muhabbatsiz to'y. Ularning to'y qildigini sen men emas adaş, balki yanchiqimizdagi pul melimiz. Hashamatchilik, isrofxo'rlik. Shuni debla to'y qildigan adaş. Men qara adaş, men sana desam, mushu Ruqiya degan qiz bilan muhabbatlashgili saq 3 yil bo'ldi. Endi to'y qilayli degan yeri kelganda, uning qandoqligini, yurigining qandoqligini endi tushundim. Men shu topda uningdan yirginib adaş. Men shuningga o'xshash hakavor, hashamatxo'r, isrofxo'r qizlardan yirginib adaş. Hey! Sana zaten nima bo'ldi adaş Ömer? Iniq desang-chi, gap so'zlarni anglab bakli qaymoqib qoldim. Shu topda ko'zim yosh, yuragim qon yig'layotdi jinim adaş. Sen mi bilsa? Anamning kisli eg'ir. Faqat azlikagini yo'q. Bichora anam. Farzandimda zor o'tgan ona. Tanholiging savoyor yula. Şu bichora anam. Uyda bir tan singlimdan boshqa uningga qaraydigan kim bor deysa jinim adaş. Şu men bilan to'y qildigan aqlsiz, nadan, ko'zi ko'r qiz. Men bilan anamni o'ylab qo'ysa bo'lmamdi jinim adaş. Bo'ldi, ko'nglingni yarim qilma adaş. Gaplaringni anglab, hamma ahvollarni tushungandek bo'ldim. Qani gap qila. Dading bo'lsa hammani to'kib ol. Lekin undaq bo'lmadi adaş. Bayam sen degandek to'y xatinima ep bo'ldik. To'y xatini ep bo'ldik deganlik er xotin bo'ldik deganlik emasmi? Ayol kishi degan er kishining gapini anglash kerakmi, emasmi? Ammo hamma ishlar uning aksi bo'ldi adaş. Endi bu to'yni qilmas bo'ldik. Men bu to'ydan voz kechdim. Endi menga to'y qilmayman adaş. Nima? Nim deding adaş? Ish endi bu darajaga yetganda Asta, bu zaten nima ish endi? Hammasi hashamatchilikning ishi bo'lmamdi adaş. Hashamatchilik menmanchilikning ishi bo'lmamdi. Hozir mening ahvolimmi yaxshi emas. Onamni davolatma deb ko'p chiqinda bo'lib ketdim. Bu ishlarning hammini Ruqiya biladi. Men bu ahvollarni hammani uningga degan. U biladi. To'yni uncha cho'ng o'tkazmasak nim bo'pti. Biroq qoidasi kam qolsa nim bo'pti.
qo'limga pul kirgandan keyin aldırmay qilib bo'ldi-ku. Ammo Ruqiya buningga unimayotdi adash. Bu mening umrlik tuyum, cho'ng o'tkazmasak bo'lmaydi. Adashlarim oldin satturdi, inovatim bo'lmaydi deb ching turib oldi adash. Shuning bilan buningga mayl dedim adash. O'zing bilasa, men shuni olaman deb to'yligiga pul tayyorlash uchun boshqalardan qarz oldim. Qarzga kirsam-mo mayli deb turib, to'yliq pulni joy deb berdim. O'zing bilasa, men shuni olaman deb to'yligiga pul tayyorlash uchun boshqalardan qarz oldim. Qarzga kirsam-mo mayli deb turib, to'yliq pulni joy deb berdim. O'zi tanlagan to'y ko'ngligini shuncha qimmat pulga etdim. Yana ish buning bilan tugimadi adash. Endi vechirga o'tkazmasak bo'lmaydi deb turib oldi. Buningga ma'qul bo'ldim. O'zing bilsa adash, vechirga o'tkazishga shuncha ko'p pul ketadi ekan. Lekin ish buning bilan tugimadi adash. Buldiga ish tunigan bo'ldi. Endi Ruqiya to'yliq suratga tushmasak bo'lmaydi deb turib oldi. To'yliq suratga keyinroq tushsakmi bo'ldigan gap. Bu to'yliq suratga tushish uchun buncha ko'p pul ketadiganligini o'ylab boqmabdimi? 7000 ko'yliq to'yliq suratga tushdiganmiz jenim adash. 7000 ko'yliq to'yliq suratga tushdiganmiz. To'yliq suratga tushish uchun taqqa, dayyaga, qumliqqa bormasak bo'lmaydi ekan adash. Menda hozir uncha ko'p pul nima ish qilsin? Mushu ishlarning hammani qarz olib qilyapsam. Ruqiyaga shuncha tushundirsam-mo, gapimni qat'iy anglamadi. Shuning bilan tunugun to'yliq suratga tortish o'rnida urushib qoldik. Ruqiya bilan urushib qoldingmi? Men qandaqmi bir qiz bilan tang bo'lay adash. Uning buncha yuzsiz ekanligini o'ylab boqmabdi ekanman. Azarroq to'yliq suratga tushayli degan gunoyimga odam barmo yo'q demay, shu yerda jidal qilib faqat yuzimni qo'ymadi. Meni yaxshi ko'rmaydi ekansa, pul deganni mushunda chaqda xajlamay, qanda chaqda xajlaysa, oilasining tayini yo'q qalanda deb demagan gaplar qilmadi adash. Onam uyda holsizlanib yatsa, men taqqa, baqqa berib resim kichima deb yursam qamlashamdi adash. Uning ustiga qarg'uni tayaldi qista degandek bu ishlar menga ig'ir kelmamdi. Shuning bilan bu to'yni qilma deb buzib atdim adash. Asli mundaq degina adash. Nim bo'p ketdi bu ishlar zodi. Sana nima deb tasalli bersam bular? Bo'ldi. Menga tasalli berman deb yurmay. Qani ayta, o'zingning to'y ishlari nega bordi? Qanday bo'lyotdi? Menmo nim desam bular adash. Meningmi to'y ishim? Bo'ldi. Bu gaplarni deyishmayli. Meningmi ko'nglim joyida emas adash. Siz chiqib Abdumahmatni chaqirib kiring. Xo'jayin, meni chaqirib ekansiz. Abdumahmat, qani o'tir. Sen bilan ahvolishay deb chaqiribdi. Sen meni xo'jayinning o'rnida emas, o'zingning og'inisi o'rindiku. Buning ustiga ikkimizning yosh farqimizmi ancha farqlanib ketmaydi. Gülşen, biz ikimizga choy kiring. Qanayta, bu qitim sana to'y tayyorligini qilib olsin deb ruxsat bersam, hech yo'q, shirkatga kelib olsan. Nima ish bo'ldi? Birinchi bo'lmadi. Sizga nima desam bo'lar xo'jayin? Bu to'y ishlari aslida men bu to'yni nimaga duduqlaysan? Har qanday gap bo'lsa, menga uchuq davamamsan. Siz bilmaydigan o'xshaysiz xo'jayin. Abdumahmat to'y qildigan qizning ota-onasi Abdumahmatga to'yliqni bekcha qo'yib o'tkazishga Abdumahmat bak qiynalib ketdi. Hozir shunga Abdumahmatning to'yi shu vaqtincha to'xtab qoldi. Bu ishlar rasmi Abdumahmat. Bu zodi nima ish? Qani ayta. Bu
Bu mundaq ish xo'jayin. Ular elib kirgan to'yliq pulni 100 ming ko'ydin tushirmaydim. Nadiga ota-onasining tayini yo'q, ko'p asmaq yuradigan birisini tepsan. Qiz mening, xohlasam berman, xohlamasam bu to'yni amaldan qoldirib o'taman. Shunga optimat degan guyug'i deb qo'y. U so'ldak o'zichidaga 2-4 tal to'yliq pulni tanlab qo'yib, men kuyog'il bo'lmoqchimikan? Unda oson ish yo'q. U oz degan yana 30 ming yuanni shaqqida oldim qo'ysin, andil o'lish baqarman bu ishni. Nima? Bu shundoq ish bo'ldimi, dexey? O'zini kim chaqlaydigan u gilamchi to'mpay? Nimandoq odam yaratmaydi u? Men ne isil boylarni ko'rgan. Puli shuncha ko'p bo'lsa-mu, o'zini shundoq tuvan tutadi. Lekin bu gilamchi o'g'ri. Ajab ko'ram bir nimkin, ha? Nima? Bu shundoq ish bo'ldimi, dexey? O'zini kim chaqlaydigan u gilamchi to'mpay? Nimandoq odam yaratmaydi u? Men ne isil boylarni ko'rgan. Puli shuncha ko'p bo'lsa-mu, o'zini shundoq tuvan tutadi. Lekin bu gilamchi o'g'ri. Ajab ko'ram bir nimkin, ha? To'xta. Sen nimishqa bu ahvollarni menga burunroq demaysan deyman. Moshundoq boshqalarning oldida sarg'ayib, xorinib yurgicha, gachchida mundaq ishdi deb samimga salsang bo'lmamdi. Ha? Men sana yariyudak bo'ladi. Meni kechiring xo'jayin. Shu sizga ig'irchilikni salmaydi de. Nima ig'irchilik ekan u? Moshundoq vaqtda sana esqatmasam, qandoq vaqtda esqataman? Odamning hayotidagi eng cho'ng ish tursa bu to'y degan. Onun ustiga sen qishinda turib atqili necha yil bo'ldi? O'ynaga usti bo'lib ketdi. Bir necha yilning yoqi shirkat uchun qo'shgan to'hfang oz emas. Sen bo'g'achqila shirkatni tashlab, men bu xotirjam ishimni qilaveraman. Hozirmi jon diling bilan ishlayapsan. Dadam bo'lsa, yo'q seni uylaydiganga. Rostdan desa, shu tapda u gilamchi gadayning son qilganlarga g'azab nafratim o'rlab o'tadi. Agar men bu to'y ishni buzilib ketadi deb ansirimgan bo'lsam, hozirning o'zidala Qosim Saproning uyiga berib, uning yaxshidan olgan bo'ladi. Shu pul degan eg'iziga, mana pul degan deb pulni yetkicha tiqqan bo'ladi. Bo'pti. Men bu o'zimni besib olay. Agar sening u Qosim Saproning qizini yaxshi ko'radiganligingni, u qizning seni yaxshi ko'radiganligini bilmagan bo'lsam, seni bu to'ydan yondirib o'tgan bo'ladi. Men bu ishkinglarning baxtli bo'lishini umid qilaman. Bo'pti, chidig'i. Aras. Mana mal 50 ming yuan to'y ishlaringizga ishlatdi. Yetmasa menga yana degan. Men yana sana yordam qilaman. Xo'jayin, bu siz menga buncha ko'p pulni o'dayga ochma. Balkim sen menga nima uchun buncha ko'p pulni beradigan-do deb o'ylab qolgan bo'lishing mumkin. Asli bu pulni sen qiyin kunda qolgan vaqtda beraman deb yig'ib qo'ygan pul edi. Bu ham rahmatlik dadangning menga topilgan vasiyati edi. Dadam haqiqatan esil odam edi. Lekin bek baldur bu dunyo bilan xo'shlashdi. Men dadamning vasiyati bo'yicha sening har oylik ish haqingdan ozroq tutib ip qilib saqlab kelyapti. Hala bugungi kunga kelganda bu pulning shu nafsi bala Qosim Saproning qarniga kirib ketadiganligini o'ylabmi baxmoqchiman. Bo'ldi. Beshini ko'tar. Ko'nglingni yarim qilma. O'g'il bola degan yosh to'ksa bo'lmaydi deganni anglamagan edi. Tezroq berib, to'y ishlariga tayyorlik qil. Bera. Ko'nglingni yarim qilma. Sizga nima deb rahmat aytsam bo'lar xo'jayin? Bu qilgan yaxshiligingizni menga unutib qolmayman. Rahmat sizga. Vay, Gönül yaxşımı? Ben hazır sana ciddi iştim birinde dep telefon qildim. qanday ishdi u? Sen menga deb qo'ymasang olmaydigan. Bizning xo'jayin hazır Abdumamedga 50 ming qo'y berdi. Abdumamed boyvachcha bo'lib ketdi hazır. Ha, shundaqmi? Bu gaplarni menga deb qo'yib bek yaxshi qilding. Hey Abdumamed. Endi sen bu 50 ming qo'yni qayerga qanday ishlatasan? Bir ko'rib boqay.
Endi o'tgan ishlarga tayyor verganning foydasi yo'q. Navoda biz chidamasak, bu to'yni qilmasak bo'ladi. Agar unda qilsak, birinchidan o'zimizning yuzligimiz sat. Xalqlarning og'zini boshqarib bo'lmaydi. Nim bo'ptikan desa, Oyshamxonning to'yloqqa pul chiqishmabdi ekan. To'ydan yenib ketibdi. Abdumamatning puli yo'q, boytoq qopdi degan so'zga chaqqanimiz. Hem ikkinchidan Abdumamat bilan bizga kelin bo'lgan qiz ikkisininki baxtini nobud qilib o'tamiz. Chunki bu ikkisi birisi-birisini nihoyat yaxshi ko'rdi ekan. Hem bu kelin bo'lgan qizning mo axloqi nihoyat yaxshi, mijaz yaxshi qiz ekan. O qizmi dadisi Qosim Sapraga o'xshash ochko'z, manmanchi bo'lgan bo'lsa, Abdumamat o qizning qanchani yaxshi ko'rib ketsin, men bu to'y qo'shtirgan bo'lardim. Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni qo'shib eling.